Bizaga ko'pincha vitiligo bilan xastalangan insonlar aytadi. Men vitiligo bo'lsam kimnidir haqqini yemaganman-ku. Yokida ota-onam kimnidir haqqini yegani uchun men bugun vitiligo bo'lib turmayapman-ku deydi. Demakki, sizlar vitiligo bilan xastalangan insonlarni mana shunaqa haqorat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida vitiligo kasalligi bu tanadagi ma'lum bir moddalar yetishmovchiligi natijasida paydo bo'ladigan xastalik. Ammo mana shu moddalar Forvitiligo mahsulotida mujassam. Forvitiligo kapsulalarini xarid qilganingizda Forvitiligo mayzi sizga mutlaqo bepul taqdim etiladi. Mana shu narsani xarid qilib, siz o'zingizni oq dog'lidan xalos bo'lishingiz uchun 1 million so'm sarflagan bo'larmidingiz? 1 million so'mni sarflashchi bo'lsa, hozir ayni dami. Nimaga desangiz, kun salqinligida biz yopiq kiyimlarni kiyib, o'zimizni tanamizdagi dog'larni bekitib yura olamiz. Kun isiganda bo'lsa, hammaga go'zal qomatimiz va chiroyli terimiz rangini namoyon qilishimiz uchun hozir bundan foydalanib qolinglar. Aytgancha, mahsulotimiz soni cheklangan, shuning uchun shoshilib qoling.